Men Uyg'ur tili o'qituvchisi. Tilik bo'lib eshildim, yog' bo'lib oqdim. Yurtimning tashlanduq chirog'lariga. Alifni tamtirab yozgan balaning singdim quvvat bo'lib barmoqlariga. Abduqodir Jaloliddin Mamtili To'xtaji. Britaniya universitetlarining 2 nafar doktorantiga Uyg'ur tili ona tilimdan dars o'tib kelishimni haqiqatan o'ylamagan ekanman. Ularga men Uyg'ur tilidan dars o'tgan ashu kunlar meni intayin quvondirgan, avundirgan, ona til g'ururimni qondirgan o'zgacha kunlar bo'lganki, unutib ketolmayman. O'qirmanlarimga bu haqda bir necha sahifa izhorimni qoldirmasam ko'nglim aram topmaydigandek turadi. London Universitetining Sharq va Afrika tadqiqot yurtidagi musiqashunos Rachil xonim o'zining bir o'quvchisining Uyg'ur tili o'rganishga ehtiyoji borligini aytib, mening dars o'tib bergudek vaqtimning bor-yo'qligini so'ragan edi. Men o'z navbatida vaqt chiqarishning ilojini qiladiganligimni bildirgan edim. Oradan necha ay o'tib ketgachkin Rachil xonim bilan bo'lingan u gaplarni yodimdan chiqarib qo'ygan ekanman. Bir kuni telefon keldi. U telefon meni xushal ham hayron qildi. Assalomu alaykum Abdul Qodir aka. Men Rachil xonimning o'quvchisi Vil bo'laman. Telefondagi ovoz nihoyat salmoq bo'lib so'zlar osta va dona-dona edi. Şivedin goya bir o'zbek yigit bilan paranglashgandek ta'sirotga kelib qoldim. Vel menga Uyg'ur tili o'rganish ehtiyojining borligini, meni uningga Rachil xonimning tanishtirganligini, telefon nomerimni Rachil xonimdan olganligini oldirmay so'zladi. Biz ko'rishadigan vaqt bilan o'rinni deyishib telefonni qo'ydik. Londonning bir ko'chasida edim. Көз алдымда алдырап тенеп нәгедор кетіватқан пиядалар, машиналармы өз yo'lida, piyodalarmi o'z yo'lida. Odamlar to'lqinida men bir begona. Bu qadamda bir tanishlarim uchrab qizg'in ahvollashib o'tadigan do'nko'vrik ko'chalar emas edi. Telefondagi o'zbekcha sheva xiyollarimni Qoshig'ar bilan Toshkentga ep ketgandek bo'ldi. Lekin men London ko'chalarining birida turayotaman. Shu topda xiyolimdagi ana makon manzaralari bilan ko'z oldimdagi London ko'cha manzarasining farqini ayirolmay qadirmash holatda esankirab turatdim. Balkim bu ona tilining sehriy kuchi haqidagi oddiy bir misol bo'lsa kerak. Bir amerikalik bolaning og'zidan anglangan o'zbek sheva ma'naviyatimga ona yurt yidini boshlab kelgandek bo'ldi-da go'yo Özüm Londonda men emma xiyolimda kezar Qashqar, yana Yorkent, Buxoro, Andijonning har biri axtar degandek bir hol namoyon bo'ldi. Tilni ruhiy vatan deb talay zikr qildik. Shundoq ekanligiga kimmi gumon qila? Tuyg'ularim tatliq bo'lgan holda piyodalar orasida o'zim bo'lib oqdim. Qadamlarim ishonchlik va bemalol edi. Shoir til uchun yashaydi degan shu-da. Til degan bir millatning xulqi va tarixiy deganimizda shoir ularni oldi bilan vijdoniga ondan qog'ozga putdi. Tutishgan vaqtimiz bo'yicha Vil bilan ko'rishdim. U kuni men 10 necha minut baldir kelib qoldim. London Universitetidagi Osiyo Afrika tadqiqot yurtining o'dalidagi kitobxonada kitob ko'rgash Vilni saqladim. Vil ikkimiz burun ko'rishib baqmagan. Belgilangan yerga kelsakmi, damonliqqa tanishib ketammaydik. Men kitob ko'rgash orqa oldimdagi odamlarga sapselib turdim. 20 minutlar o'tdi. Birini izlaydigan talatiba birasini ko'rgandek qimmadim. Oxir telefon qildim. Kaynimdilla bir ovoz anglandi. O'rilib qarasam pakarg'ina bir bola turibdi. Vel siz bo'lamsiz, dedim men uningga. Siz Abduqodir akami? dedi u.
Bir Amerikalik bola bilan Londonda uchrashib Turkiy tilining Uyg'ur o'zbek shivalarida gaplashish menga nihoyat tasodifiy ham qiziq tuyuldi. Mushundaq naq paketni tuyg'um darhol qabul qilolmadi. Biz kitobxonaning sirtiga chiqdik. Men uningga inglizcha so'zlasam, u o'zbekcha javob beradi. Chet elliklar til o'rganishga kelganda o'ziga nihoyat puxta bo'ladi. Her bir fursatni o'zlarining nishonidagi o'rganishga to'g'rilaydi. Menmu imkon qadar inglizchamni chiqroq mashq qilsam deydim. Ammo o'rgatuvchi bo'lish supatim bilan fursatni Velga o'tinib berishimga to'g'ri keldi. Velning bo'yi dixmoq bo'lib, muloyim paqirab turgan ko'p-ko'k ko'zlari hammadan burun ko'zga cheliqqatdi. Cho'kirib kiyib kapkisi cho'nkib qolgandekla edi. Uning ko'zlari kapkining qosqini ostidan go'ngurt yolqinidek yeshil ko'rinadi. Uning maykisi, chopani, hatto oyig'imi o'ziga cho'nkib qolgandek edi. Mashrang ishtinining eg'i yo'g'on bo'lib, tizig'icha sangilab turadi. Yumron seriq soqollari yuzlarini bir og'an, shu topda o'ziga e'tibor bermaydigan bir bolaning siyoqi ko'z oldimda edi. U atrofga tamoman beparvo ediki, mushu muhitda faqat o'zila bodek ta'sir beradi. So'ralgan savollarga ezilangulik bilan qisqa javob berib, to'shikda qarab turadi. Biz ozroq paranglashayli, dedim men uningga. Mushumi bir o'rganish. Siz Uyg'ur tilini qaysi darajada o'rganmoqchi? Vel o'zi haqida so'zlab berdi. U ozroq so'zlab to'xtab qolganda men savol bilan chuqchilab turardim. Ma'lum bo'ldiki, u Rachil xonimning doktorant o'quvchisi bo'lib, etnik musiqashunoslik yo'nalishi bo'yicha o'zbeklarning 6 muqomini tadqiq qilib etibdi. Ya'ni o'zbeklarning 6 muqomini tadqiq qilib etibdi. Toshkentda bir mezgil turib o'zbek tili o'rgangan ekan. Uningdan burun Eronga berib Faris tili o'rganib ekan. Farischa kitoblarni, hatto qo'lyozmalarni o'qiy oladi ekan. Navbatda doktorlik dissertatsiyasini yozishning tayyorlik bosqichida Uyg'ur muqomlari haqidagi ba'zi zarur ma'lumotlarni bilishga to'g'ri keldi. U O'rta Osiyo rayonlaridagi xalqlarning musiqalaridan muqomga oid uchurlarni keng doirada qidirib chiqibdi. Ozarbayjon muqomlari haqida izlanib ko'ribdi. U hozir 20-asrning dastlabida o'tgan o'zbek muqomchilar va sozandalar haqida ayni yillarda qoldirilgan bir qism risolani ko'rish bilan billa, Xotanda 19-asrda yashab o'tgan tarixshunos Molla Ismatulloh bin Ne'matullahning, ya'ni Mo'jizining Tavarihi Musiqiyun nomli asrining hozirgi zamon Uyg'ur tili nashrini ingliz tiliga tarjima qilgan ekan. Uning mendan kutadigan umidi o'zbekcha risolalarning u tushunamagan taraflarini sharhlab berish ve Tavarihi Musiqiyunning İngilizce tercümesinin to'g'ri xato taraflarini ko'rsatib berishgan. Men bu umidni xushallik bilan ustimga oldim. Bizning birinchi navbatlik darsimiz o'zaro tushunish va maqsad programmalarni aniqlash xarakterlik suhbatdan iborat bo'ldi. Keyin biz darsni Tavarihi Musiqiyunning İngilizce tercümesini qayta ko'rib chiqishdan boshladik. Vel tekstning aslini oldirmay o'qiydi. U tushunamagan iboralarning ostiga qarindosh bilan sizib qo'ygan bo'lib, men ularni inglizcha izohlab berdim. Jumlalardagi notanish so'zlarning ma'nosini tushuntirib bo'lgandan keyin Veldan butun bir jumlaning mazmunini qanday tushunganligini so'raydim. Vel og'zaki holda inglizcha tarjima qiladi. Ma'ni to'liq chiqqanda o jumladan xo'shlashib yangi bir jumlaga tutish qilardik. Ba'zi Uyg'urcha so'zlarni tushuntirishda inglizcha so'zliklarim yetmay avara bo'lib ketardim. Shu vaqtda mufassal tuzilgan Uyg'urcha inglizcha lug'atning bo'lishini bakla orzu qildim. Millatlar oralashib yashayotgan bu xalqimi madaniyat aloqa davrida o'zining mavjudligini ifodalab yashayman deydigan xalqning dunyodagi ta'sirchan xalqlarning tillari bilan bo'lgan selishtirma izohlik lug'atlarga ega bo'lishi
va tildagi nozuk taraflarni shu tillarda dal va aniq tushuntirib berishi nihoyatda muhim edi. Gerçi bizde Uygurcha va İngilizce selishtirma lug'at barliqqa kelgan bo'lsa-mu, ko'lamlashgan ishonchli bir lug'at texi qo'limizga chiqmadi. U qo'limizda bo'lgan bo'lsa, tilimizni qoidalik, mantiqliq tushuntirishimizga ravon yo'l ochilgan bo'ladi. Velning qo'lida o'zbekcha, inglizcha bir lug'at bor edi. Ammo u ancha cho'ng emas bo'lib, ba'zi nozuk iboralarning izohatini topqilib bo'lmaydi. Vel ba'zi so'zlarning ma'nosini sig'irlab so'raydi. Men ularni inglizcha tushuntirib berishga amalsiz qoldim. Chunki menda bir so'zning o'xshamagan jumla o'ranidagi tuslarini, grammatikalik ma'nolarini, har bir ehtimollikqa kengaygandagi yoshirin ma'nolarini tasvirlab bergudak inglizcha so'z boyligi va ifoda kuchi yo'q edi. Shaylarning ismlarini tushuntirish qiyin emas. Biroq insonlarning ishki dunyosidagi murakkab o'zgarishlarni, ma'naviy to'qinishlarni, ilohiy tevinishlarni izhor qiladigan sifat, ravish va fe'llarni ikkinchi bir millatning lug'at tarkibi bilan talto'kis ifodalab berish mumkin bo'lmaydigan ish edi. Ma'lum bir sifat bayon qilguvchining o'zi bayon qilayotgan shay'i bilan ma'naviy aloqasidan derak beradi. Vaqt kelganda uning sifatining o'rnini ikkinchi bir bayon qilguvchi basammaydi. Bu hol insonlarning metafizik kechirmishlarini ifodalashga yuzlangan nozuk she'rlarda tipiklashgan holda diqqatimizga cheliqadi. Payg'ambarlarning ilohiy ilhomlarning turtkisida aytgan so'zlarning ichiga kirish hamma odamga nisib bo'lavermaydi. Chunki odamlarning ilohiy dunyo bilan bo'lgan aloqasi o'xshashmaganning ustiga xeyli ko'p odam moddiy dunyoning yuzida chala savat beti yurgan bo'ladi. Mushu ma'nodan aytganda har bir til qoida va ma'ni jihatda insoniy o'rtoqlikqa ega bo'lish bilan bir vaqtda o'z oldiga yegonadir. Bu yegonalikni tashkil qilguvchi xususiyatlarni boshqa bir tilning xususiyatlari bilan tasvirlab bergili bo'lmaydi. Şunu bir milletning bir butkul hayotida uning yerlik tilining o'rnini har qanday boshqa bir til to'liqlab berolmaydi. Men bundoq fikriy kechirmishni bir inglizcha yoki xanzucha atalg'uni uyg'urcha hal qilish yuzasidan lug'at axturganimda yoki she'r tarjimasi bilan shug'ullanganimda ro'shan his qilib qolaman. Ligoshan apandining tarjimasidagi navbati Molla Bilal she'rlarini ko'rgandama shundoq ta'sirotda bo'lgan edim. Demek her bir til köp nopusluq yoki az nopusluq millatlarning tili bo'lishidan qat'i nazar tangdish yo'q bir tildir ki, uni ikkinchi bir tilning ayrim taraflarini o'lcham qilib baholag'ila bo'lmaydi. Charchigan vaqtlarimizda vel ikkimiz azroq so'q ichimlik ichatdik. U har holda o'quvchilik mehrini yetkazishni unutib qolmaydi. U mening nima ichadiganligimni so'rab olgandan keyin yaqin yerdagi avtomatik ichimlik elish sanduqidan o'ziga va menga ichimlik olib keladi. Pul tanglasam ba'zida oladi, ba'zida olmaydi. Biz to'liroq London universiteti o'quvchilar oshxonasining xilvatrak bir yerini tanlab o'ltirdik. Oshxona bir kunning hamma vaqtida mulozimat qiladi ekan. Odamlar ancha ko'p bo'lmasa-mu uzilmay kirib turadi. Tatliq turumlar, meyvechi va qahva ham choylar har zaman tayyor edi. Shira va o'rindiqlar o'rganish qilishga aplik edi. Amerikadagi uyingizga berib turamsiz, deb so'radim uningdan. Yilda bir qatim boraman, dedi u. Agar bormay qo'ysam, opam mendan ranjiydi. Opam menga bak amroq. Londonga ko'naladingizmi? Menga hamma yer o'xshash. Londonning havosini ancha yoqtirmayman. Bo'libmi pulim oz qolgan kunlarda. Pul bo'lmasa London teximiz zerikishlik. Hamma yerda shu. Istanbulni yoqtiraman. Istanbul bak go'zal. Pat-pat berib turamsiz. Bir haftalik vaqtim bo'lsa, Istanbulga ketaman. U yerda esil do'stlarim bor. Oldimdagi vel dunyo puhrasi edi. Uning pasportini hamma to'shikdan o'talaydi.
qaysidir bir davlatga berish vel uchun aytganda turpanliqlarning Urumchiga kelishiga o'xshashli bir ish edi. Velning davlatining puli, pasporti, gepi hamma yerda o'tadi. U qandoqligi joyga berib ona tilida so'zlasa tushunadigan odam chiqadi. Shundaqdimi u farischa, o'zbekcha, turkcha so'zlaydi ekan. Bu tillardagi ilmiy, tarixiy meroslarni ko'radi ekan. Yosh jihatdan mendan 10 necha yosh kichik bo'lgan Vel dunyoni ko'rib cho'ng bo'lgan edi. Shunga u dunyoning yiroq joylariga singib yashashni obdan biladi. Bir kuni Vel bilan tushdan keyinroq ko'rishdim. Lekin u ko'rishdigan yerga odati bo'yicha kelishgan vaqtda kelmagan edi. Menmu Velning bundoq azmilachi qiliqlariga ko'nib qolgan edim. Velga telefon qilib edim, u o'chrat turib tamoq elayotganligini, hozirlik keladiganligini aytdi. London universitetidagi SOASning oldida uzun bir o'chrat turadi. Vel shu o'chratda ekan. O'chrat turayotganlar London universitetining o'quvchilari bo'lib, qiz-o'g'illar aralash edi. Aslida ular yaqin atrofdagi diniy jamiyat tarqatgan saxovat tamoqini yemoqchi bo'lganlar ekan. Diniy jamiyat har haftada bir qitim o'quvchilarga haqsiz tamoq beradi ekan. O'quvchilar bir-biri bilan chaqchaq qilish, parang sag'ash, telefonlarini o'ynag'ash navbat saqlaydi. O'chratga kelishgan tannoz qizlarmi oz emas edi. Qaraganda ularmi butxonaning saxovat tamoqini ep yeyishdan orsinmagandek qiladi. Ular bu tamoq orqali yeyish bo'lmaganda 2-3 fond sterling pulini tejab qolalaydi. Vel oxir oldimga paydo bo'ldi. U meni saqlatganiga o'zri haqliq aytib etib qog'oz qachidagi tamoqqa tutish qilg'ili turdi. Uning qo'lidagi tamoq tamoman go'shtsiz bo'lib, qora ochliqdan etilgan ekan. Xeli mazzilik pur edi. Pulingiz bor turib saxovat tamog'i yeydi ekansiz. Au o'quvchilarmi shundoq-ku deyman, dedim men. Vel mug'ambarlik bilan kulib qo'yib, agar bu tamoqni biz yemasak, ular savobni na'dan topadi, dedi. Sizlar amerikaliklar hamma ishni savdo qilasizlar. Siz bu tamoqni savobga tegishibsiz-da. Ular savobga muhtoj, men tamoqga, dedi Vel kulib turib. Amaliyatchilik amerikaliklarning qimmat qarashining negizi. Ular hamma narsadan foydalanishni biladi. Men ko'rgan g'aribliklar menga mundaq ta'sirotni berdi. Amaliy qimmati bo'lmagan narsalar uchun boshqalar bilan ziddiyatlashib yurmaslik. Bir odamning 90%lik keraksiz yeri bo'lsa-mu, uning 10%lik foydali tarafidan foydalanishga to'g'ri kelsa murassa qilish va erishadigan manfaatni ep bo'lgandan keyin chiroyliqcha chekinish. Bu dunyoga manfaatga uyg'un holda muomala qilishning amaliy misollari bo'lsa kerak. Vel musiqining kitobiy bilimlarini o'rganish bilan cheklanmay yana ravobni o'rganadi ekan. Men uning taklifi bilan O'zbekistonning Buyuk Britaniya va Shimoliy Irlandiya birlashma podshohligida turishliq bosh elchixonasida o'tkazilgan Navro'zlik san'at kechiligiga daxil bo'ldim. Koridorga Ulug'begning rasmi tushirilgan lavha esilgan bo'lib, ikki tarafda O'zbekistondan chiqadigan badam, qora kishmish, go'la qoqlar chiroyli tizib qo'yilgan. O'xshitib pishirilgan har xil tatliq turum dasturxonni bezab ko'ngilni mahliyo qiladi. Bu oqshomga O'zbekistonga aloqador siyosiy arboblar, olim mutaxassislar ishtirok qilgan edi. Ularning ba'zilari bilan tanishib ekanman. Hammamiz kichik bir zaldan o'rin oldik. O'zbek elchi Navro'z xususida qisqacha so'z qilgandan keyin konsert boshlandi. Oduldagi ekranda o'zbeklarning Navro'z faoliyatiga doir go'zal ko'rinishlar almashib turadi. O'zbekcha naqshlar va usullar o'zbek yoshlar va chet elliklarning hamkorligida o'rinlandi. Mahoratlar voyaga yetib ketmagan bo'lsa-mu, nomurlar jalbkor va yiqishliq edi. Birozdan keyin Vel ravobni elib sahnaga chiqdi. Beshiga badam to'ppa, uchisiga kanva ko'nglak kiyvagan Vel Uyg'ur yoki o'zbek yigitlaridan farqsiz bo'lib qolgan edi. Qizil atlasdan tambal va ko'nglak kiyib beshiga to'p qo'ndirib olgan bir qiz dopni ko'tarib chiqib Velning qishidan o'rin oldi.
Vel u qizni manga italiyalik deb tanishtirgan edi. Egiz va bastlik kelgan italiyalik qiz atlasning ichida to'lgan oyga o'xshab qolgan edi. Uning mo'risiga yeyilib turgan qo'ng'ir chochlari yondagi derazadan kirgan shamolda mayin to'zib turadi. Bir o'zbek yigit muqam aytdi. Vel bilan italiyalik qiz sozlarini tankash qildi. Ularning nomeri mo'ngluq melodiya ichida kishilarni eg'ir sukutga g'arq qildi. Velning sahnadagi qiyofati bir san'atchiga ancha o'xshab ketmasimi ravobni chanmaydigan darajada yaxshi chaldi va guldiras olqishlar ichida sahnadan tushdi. Taqdirning ochilida ikkilanib turma, qadamingni ol, ishingni boshla degan mazmundagi bir aqliya kallamdan kashdi. Vel hammadan yaxshi qiladiganlardan bo'lmasimi qildi. Demak, dangsabli yurmay qilish kerak. Eng yaxshisiga shuning dili yetkili bo'ladi. Velning sababi bilan yana bir konsert kechiligiga qatnashib qoldim. Vel u kuni baldurroq kelishimni, billa tomoq yeydiganligimizni aytdi. U oqshimi London universitetidagi SOASning o'dilidagi zalda Ozarbayjon muqomlari o'rinlanadi ekan. Muqomchilar Ozarbayjondan taklif qilingan xalq muqomchilari ekan. Biz degan vaqtda o'quvchilar oshxonasida ko'rishdik. Vel chiroyli bir qizni agashtirib kelgan edi. Vel meni u qizga tanishtirdi. Qiz azroq egilib menga salom berdi. Vel orqadan u qizni menga tanishtirdi. Samira, Erondan kelgan, Azari, ya'ni Ozarbayjon millatidan. Assalomu alaykum, dedim men qizga qarab. Va alaykum, dedi qiz. Siz musulmonmi? Shundoq, Uyg'ur turklaridan bo'laman. Jungodan keldim, dedim men javoban. Kechiring, men o'z ona tilimda gaplashamayman. Siz Ozarbayjoncha paranglashamamsiz? deb so'radim ishonmay. Shundoq, noyda afsus, dedi qiz. Biz tamoqqa o'ltirdik. Samiraga Uyg'urcha so'zlab sinaq qilib boqqan bo'lsam qandoq yaxshi bo'ladi dedim ichimda. Baku aeroportida tunagan vaqtimda xizmatchilarga Uyg'urcha so'zlab uqtiralagan edim. Samira g'uncha bo'y oq suzuq qiz bo'lib, sochlari va qoshlari qop-qora edi. O'skilan kirpiklari qora ko'zlarining jozibasini tiximi oshirgan. Bir tumshqidek agmash qoshlari nihaldek yumron bu qizni jasur qilib ko'rsatdi. Sağuş çaqmaq kopta və tömür rəng padıcı işdan serix rənglik sayahat ayığı kiyibağın Samirənin xuş biçimi manəmin deb görünüb duratdı. Samirə Pariscə və İngilizcə sözləydi ekan. O mənə yaxın gəlgüsüdə Azərbaycanğa berib Azər tili öyrənadigan planının bağlığını, İranğa qayıtıb ketiş oyunun yoxluğunu aytdı. Mən Londondakı Azəri qarindaşlarım bilan uchrashib qilishdan xijil bo'laman, dedi u. Lekin bu o'zini pasib holdagi ayash bo'ladi, dedim men. Biz tomoqni tezroq yeb zaldan o'rin oldik. Samira yenimda o'ltirdi. Sahna yo'radi. Zalning chirig'i o'chdi. Muqamchilar bir qonunchi, bir dopchi, bir g'azalxon sahnaga sep qo'yilgan ko'pida badashqon qurib o'ltirishdi. Mikrofon pakarlatildi. Bir ayol bu oqshomning Ozarbayjondan taklif qilingan yerlik muqamchilarga berilganligini, uning to'limi qimmatlik, unutilmas bir oqshom ekanligini bayon qildi va muqamchilarni qisqacha tanishtirib sahnani muqamchilarga berdi. G'azalxon bola so'zib aytishga boshladi. Zalning ichi jimib ketdi. Balaning ko'zlari yumildi, mushlari to'kildi. Bala go'yo sahnada emas, tarixning qaynamig'i sho'ng'ib ketgan edi. Muhabbat va mehnatning dard alamlari nag'malarining nazokatidan mast bo'lib titrigan holda oshiqlarning ko'zlaridan dumalaydi. Saqiya maysun ki dami g'am durur hushyorilig, mastki dur kim qilur g'am ahliga g'amxorilig. Ya'ni ey saqi sharob sunki, hoshyorlik degan g'am to'ziqidir,
g'am ahliga sarxushlikdan boshqa g'am yo'q. Var fikrayn yo'q g'amin chekmak nadur bir jamile. Bir xabar qil kim manga bir ola yo'qlik varliq. Ya'ni bu ba u yo'q deb g'am yeyishning hojati nima? Bir qadah bilan meni xalos qilki, ko'zimda baliq bilan yo'qlik bir bo'lsin. İnsanlar bu dünyanın külpet ve g'am dishvorlaridan saqit bo'lishning turli yo'lini izladi. Sharq shoirlari ashu qutulishning retseptini sharob degan metaforaga jamladi. Lekin sharobning ma'nosini izlash teha oxirlashgani yo'q. Shunga muqamlarning mo'ngi zamonimizga o'rtaq. Men muqam anglab etib Fuzulining yuqorqi misralarini qayta mazza qildim. Muqam uyg'otgan kayfiyat she'rning balog'atini yengilashdan bo'lakcha bir alpozda pash qildi. Naq maydonda o'rinlanayotgan muqam menga turklarning asli turmushidagi udarlarni bir qadar ro'shan anglatgandek bo'ldi. Bu jihatda u bizning do'lan muqamiga yaqindek tuyuldi. Bir bölük muqam o'rinlangandan keyin zalning chiroqlari yondi. Riyosetchi ayol sahnaga chiqib G'azalxon balaning qora sochlarini silab qo'yib mundoq dedi. Men bu bala aytgan muqamni anglab, uni bir mo'jizamikin deb sochlarini tutib baqdim. Vaholanki u balaning chechi odatdagi odamlarning chechiga o'xshaydi ekan. Qaraganda bizga bu mo'jizelik tuyg'ularni ato qilayotgani san'atkan. San'at insonlardagi mo'jizaning bir ifodasi. Biz uni tarjimonsizlik tushunib yetaladik. Zalda qizg'in olqishlar yangradi. Chiroq o'chib muqamlarning yangi bo'ligi boshlandi. Tekstlarni tushunamadim. Faqat musiqa tilida zo'q olaladim. Dedi Samira bana arılıqdı. Lekin men asasen düşendim. Dedim cavaben. Kechilik oxirlashganda men Samiraga bu kecha sizning ona tilingizni tepvelishingizga cho'qim ilhom beradi, dedim. Rasululloh hayajonlandim, dedi Samira. Men Venning oldida xijil bo'lishim kerak. Biz qo'shlashdik. Kechda avtobus ozodi edi. Çatrak bir o'rinda o'ltirib xiyolga cho'kdim. Esimga İran shoiri Imron Solih keldi. Men uni 2006-yili kuzda Urumchida ko'rgan edim. Shu yili u 8 davlat shoirlaridan tashkillangan Pamir she'riyat safariga qatnashib, Qashqa taraflarga berib Urumchiga qaytib kelish ekan. Shoir Shijon riyosatchilik qilgan she'riyat kechaligiga Farhod İlyas, Aybo Yoqub uchimiz qatnashgan edik. İmron Solih taklif bilan she'r o'qidi. Kasbim adabiyot bo'lg'achqimikin davlatlarni hamon shu davlatlarning shoirlari bilan bog'lab tasavvur qiladigan odatim bor. Masalan, Germaniya desa Hyote, Amerika desa Walt Whitman ismga keladi. Ma'lumki, Iron shoirlar davlati. Iron shoirlaridan bevosita ko'rganim Imron Solih bo'lg'achqimikin sochlari oqargan salmoq bu peshqadam shoir ko'z oldimda jonlandi. 2 yil ilgari bir kitobdan Imron Solihning she'rlarini ko'rib qoldim. Uning she'rlari nemishqidir Samirani esimga soldi. Nemishqi shundoq bo'ladi? Shoir Imron bilan Samiraning nima aloqasi? Imron she'r o'qigan kuni menga uning bir yerlari turkdek bilinib ketdi. Uning shu kuni o'qigan she'rining mavzusi turk qahvaxonasimikin deyman. Lekin xotiram mujmallashib qopti. Aybo Yoqub Imronning u kuni o'qigan she'ri qog'oz aeroplan bo'lishi mumkin dedi. Imronning shajarasi haqidagi mujmallikni yo'qotish uchun to'rdan Imron haqida ma'lumot aqtirdim. Imron haqida inglizcha bir qisqacha bayonnoma uchrab qoldi. Aytilishicha, uning onasi Roza Bakuda tug'ilib, keyin Iron tarafga musofir bo'lib borgan va ismini Panoxanda deb o'zgartgan ekan. Imronning dadasi Muhibbullah hozirgi Ironning g'arbiy shimolidagi noposi asosan Azariylardan bo'lgan Ardabil o'lkasida tug'ilgan ekan.
Demek Samira bilan İmranning xiyolimdagi bog'lanishining real yeb uchi tepildi. İran tavasida tug'ilib Paris she'riyatidagi yirik shaxsga aylangan İmran bilan go'zal qiz Samiraning cho'ng ijtimoiy taqdiri bir edi. Samira ayni chog'da o'z ona tilini bilmasimi, bu haqdagi afsus nadomatlari menga samimiy tuyulib ichim ochiq bo'lgan edi. İmran Salihning mono misralari ayni Samiraga beg'ishlab yozilgandeklar. Xonim, sizning gaplaringiz aylandirudi toshni suvga. Boshlab borar uyquni tushga, balkonlarga tushirar oydin. Sözlerinizde özü siz bemalal, bulaqda yaltırağan ayning gölədək. Sözləysizlər zan hem erkin, kümüşren köldeki fontandək. Sözlerinizden süzəmən sizni, sözlerinizden buraymen sizni. Xanım siz, qısı şaxları hem yaprıqı ara, Ba'ayni qush bo'lib qalasiz nova. Siz o'chiralaysiz boshqa bir otashda otashlarni. Biz uchun yo'q qilasiz ofatlarni. Velga Uyg'ur tilidan dars o'tish davomida uning turtkisi bilan ikki qarindosh elning san'at so'riniga qatnashdim. Shu ikki qitimliq so'rinda xalqimning san'at boyligidan boshqacha faxrlandim. Özümüz qadriga yetishni bilsak, chaqnaydigan narsalarimiz nurg'unkan deb ko'nglim ovundi. Samira mu ona bo'ladi. U avlodlarga o'z xalqining ajoyib xislatlari va talay ochiq qismatini nimaga tayinib aytib beradi. U avlod zanjirining uzilgan bir halqasi bo'lib qolamu, yoki avlod zanjirini o'z ona tili bilan ulab hayvatlik tarix melodiyasining bir tarkibiga aylanami? Samira bilan qayta uchrashmadik. Ammo u menga yuqoriq savolni qoldirdi. Velmi o'qishini bitkizib davlatga qaytgan bo'lishi mumkin. U tavarixiy musiqiyumning inglizcha tarjimasini e'lon qildimi yo'q, uqila bo'lmadi. U menga odam o'z nishoni va harakatiga ega bo'la olgan yerda o'z vaqtining xo'jayini bo'la oladi ekan degan bir ta'sirotni ato qildi. Mendan Uyg'ur tili o'rgangan ikkinchi o'quvchim Antoni Ross edi. U Cambridge Universiteti Pembroke yuksak o'quvlarda sotsial antropologiya yo'nalishi bo'yicha doktorlikda o'qiyotgan Janubiy Afrikalik yigit bo'lib, tegi ingliz edi. U nemishqidur Uyg'urlarning bugungi jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlari va qo'shnidorchiligi haqida bir temani yoqlashni o'ylab qopti. U Uyg'ur tilidan boshlang'ich ma'lumot olish niyatida Cambridge Universitetining O'rta Osiyo tadqiqot markazidagi munosabatli xodimlarni izlagan ekan. Ular meni izlash kerakligini aytibdi. Biz London Universitetidagi Edmondning vasitasi bilan Cambridge Universitetida ko'rishdik. Edmund ikkimiz avvat bir qahvaxonada qahva ichgach Rosni saqladik. Ayol o'tmay Rosma keldi. O'zaro tanishdik, hol ahvol so'rashdik. Ros seriq chash qomatli yigit bo'lib, seriq tuk qoplagan yuzi tuch rangida edi. Qopoqlari ichiga tortilib turg'ashqa qaramoqqa ochiq yomondek ko'rinadi. U isib ketgan bo'lsa kerak, chopinini silib o'rindiqning yo'lanchikiga otib qo'ydi va tarligan yuzini qog'oz bilan surtdi. Ter bosgan yuzi qonsiratilmagan o'pkidek qizirib ketgan edi. U maqsadini bir-birlab tushuntirdi. Ros gap qilganda atrofidagi muhitni unutib ketgandek ta'sirot beradi. Uning oldidagi qahva sovib ketdi. U bizning ona makonga berib dala tekshirishi qilmoqchi ekan. Shunga Uyg'ur tili o'rganmoqchi bo'pti. Men Britaniya kutubxonasida ko'radigan materiallarni ko'rib bo'lgandan keyin Cambridge'da turg'ach Rosqa Uyg'ur tilidan boshlang'ich dars o'tib bermoqchi bo'ldim. Shuningdan keyin Ros menga ancha-muncha telefon qilib turdi. Cambridge'dan Londonga kirganda qiz do'sti May bilan birga meni istadi.
Mey aslida Shanxayda tug'ilgan qiz bo'lib, 12 yoshga kirganda ota-onasi bilan Avstraliyaga ko'chman bo'lib chiqib ketgan ekan. U qiz Cambridge universitetida adabiyot tadqiq qiladi ekan. Xanzu tili va ingliz tilining har ikkisida ravon ekan. Mey 12 yoshgacha ona tilini egilib, uningdan keyin boshqa tilni o'rgangan bo'lg'ashqa, menga haqiqiy qo'sh tilliq bo'lish salohiyatini hozirlashning tipik ulgisidek ko'rindi. Mey qalpuklari tom, yog'oq yuz, kaltichash qiz edi. U erkin fikrlik bo'lib, kishilik huquq komitetining O'rta Sharqqa oid ba'zi turlariga hamkorlashquchi bo'lib qatnashidi ekan. Uning adabiyot, qonun va siyosiy sohalardagi bilimi atrofli ekan. Odatda u advokatlik o'rinlarida yordamchi bo'lib, o'zining xarajatini qamdaydi ekan. 2007-yili 4-oyda Amerikaning Minnesota shtati Carleton yuksak o'qilidagi O'rta Osiyo tadqiqotchisi Adib Xolid Cambridge universitetining Yasu yuksak o'qilida leksiya so'zladi. Ross bilan yana shu yerda ko'rishdik. Adib Xolid leksiyasini tugatgandan keyin uningga tanishlik berdim va uning O'rta Osiyo jadidizmi to'g'risidagi kitobida Uyg'ur jadidlari to'g'risidagi mazmunlarning kam qolganligini aytdim. U menga sizlar tarafdagi jadidlar to'g'risida tuzuk bir narsa bilmayman, uni to'liqlash yanada o'zinglarning zimmasida deb javob berdi. Adib Xolid kamtar kichik bir odam ekan. Shu kuni suhbat uzun davomlashdi bo'lg'ay Londonga qaytishga bakkash qolgan edim. Oxirgi qitimliq poyezdmi ketib bo'lgan edi. Ross meni o'zining yotiqida qonib qolishga undidi. U men boshqa bir yotoqda uxlayman, yotiqimda tortinmay tamal olaysiz deb askartdi. Shunday qilib Rossning yotiqida qonib qoldim. Rossning yotiqi Cambridge universiteti qarmaqidagi bir uyning 3-qavatida bo'lib xeli cho'ng edi. 2 tomga yo'lab qo'yilgan kitob ishkavida liq kitob bor edi. To'g'risida yo'g'on bir to'nglik bo'lib, kishiga o'ksida yotgandek tuyg'u beradi. Shu oqshimi charchab qolgan o'xshayman, qattiq uxlab ketibdiman. Atigandila qopib Cambridge universitetining ichini aylandim. Havo ochiq va toza edi. Fitzwilliam muzeyining oldidan mengib Pembroke instituti, Xonjamati instituti, Trinity institutlarini aralab chiqdim. Atiganlik sustuman tinch kanalning suyini xiyoliy manzarada ko'rsatdi. Daraxt shoxlarining orashlaridan tushgan quyosh nuri tüp-tüz dastillari bilan tumanlarni yerib, chimlar va gullarga boshqacha jula ato qilgan edi. Qo'yiq daraxtlikdagi pokiz rastilar gulshanlar quchuqida so'zilib berib cho'ng ko'chalarga tutishadi. Atrofda odamlar bek oz. Gullar va boshqa giyohlardan kelayotgan puroqlar tabiatga bo'lgan kuchli shaydoliqni uyg'otdiki, uzoqdan beri bundoq shaydoliqni unutib ketganimni his qildim. Menda bu yerdagi narsalarga bo'lakcha bir yaqinchilik tuyg'usi paydo bo'lib, har bir manzara nuqtasida ko'zim qiymagandek bir hazo turib ketdim. Bir ikki mo'ysipit qeshimdan kulimsirab o'tib ketishdi. Qaysidir bir ko'chadan Byron Wordsworth Newtonlar chiqib keladigandek qarab ketdim. Nobel mukofoti sohibidan 88 nafar olimni va uningdan boshqa talay tuhfikorni insonlar jamiyatiga taqdim qilgan 800 yillik tarixga ega dunyoviy shuhratlik bu mo'tabar oliy maktabning hamma yerida ashu haybatlik ilm tojdorlarining izi yo'q deb kimmi aytalaydi? Bu maktabning karomatini qisqagina vaqt turib tonib yetish hargiz mumkin emas edi. Yaqinda bir yerda Xonjamati institutining qadamiy binolari, yiroqda cho'qchiyib ko'rinib turgan cherkov munoralari atiganlik oftobda rivoyatdagi sirli qal'alarni eslatadi. Oldimdagi real manzara cherkov bilan maktabning qarindosh ekanligiga guvoh bo'lib turadi. Men osta mengib kevin yuksak o'qolini 2 bo'lakka ayirib turgan Cambridge daryosiga qo'ndirilgan matematikalik ko'rikka kelib uni inchki ko'zitib baqdim. Buningdan burun bu oddiy yog'och ko'rikning suratini kitoblardan ko'rgan edim.
Cambridge Universitetini tushundiradigan qo'llanmalarda ashu kichikkina ko'vrik go'yo bu olimlar bo'shikining simvolidek ko'rinadi. Yog'ochdan yasalgan bu agmi ko'vrik qaramoqqa alohida emas, shundoq oddiy. Biroq bu haqda ko'vrikni Newton loyihalagan va yasagan ekan, hech qanday mix va boltlarni ishlatmagan. Yog'ochlarni kuch jihati bir-biriga tayandirib muqim holatga keltirgan ekan, keyingilar chuvib beqib asliga keltiranmagan ekan degandek hikoyalar bor edi. Amaliyotda ko'rik 1749-yili James Eskis degan kishi tarafidan yasalgan bo'lib, Newton uningdan 22 yil burun vafot bo'lgan ekan. Taxminan 260 yil bo'lgan bu ko'rikning shuhrati meni o'ylantiradi. Cambridge Universitetidagi har bir bino, har bir yo'l, har bir cherkov, har bir qahvaxona, har bir aslahaning ilm-fan madaniyat tarixidagi bo'sishlarga aloqador nishonliq kechirmishi bo'lg'ashqa, Cambridge Universitetini aralab yurish qadamiy suratlik bir muzeyni ziyorat qilish bilan o'xshash ish edi. Cambridge Universitetidagi har bir yuksak o'qilning darvozasida yo'g'on vibiskalarni ko'gilib bo'lmaydi. Tamlarda haybatlik shuarlarmi yo'q edi. Egiz binolar, haybatlik maydonlarmi yo'q bo'lib, kishini aymandiradigan boshqa binolardan farqli ma'muriy binolarni ko'gilib bo'lmaydi. Qashqar shahrining Aytgoh, O'daldi, Janqo'g'an, Chosi mahallalaridagi tor agri-bugri ko'chalarni asqi soladigan tor ko'chalar tabiiy bir to'rni hosil qilgan edi. Cambridge Universiteti degan g'oyat yo'g'on xat tushirilgan haybatlik darvozimi, kirsa odam tizimlaydigan to'nqapoq eshik baqarlarmi yo'q. Maktabning o'qitish va tadqiqot rayonlari jamiyat, bozor va tabiat bilan organik berikib ketgan edi. Cambridge Universiteti degan gap amaliyot tang huquqli 31 yuksak o'qilning federal birlashmasidan derak beradi. Her bir yüksek okul öz aldığı karar çıkaralaydıgan avtonomiylik huquqqa ega edi. Her bir okul müstakil maliye huquqi ve ma'muriy huquqqa ega bo'lib, ilmiy nuqtadan boshqa oqillar bilan hamkoriy birlikni tuzadi. Yüksek okullar Cambridge shahridagi har qaysi joyga o'rinlashgan bo'lib, reshatka yoki tom bilan qorishilib nazorat qilinadigan qo'rov degan uqum mavjud emas. Maktabga kirishimiz bir shaharning o'ziga tabiiy kirib kelganimiz edi. Aylanib xon jamiyati yuksak oqilining oldidagi cho'ng rastiga kelib qopdiman. So'nga kiran qadamiy binolar yorqin oftobda illiq chiroy ko'rinadi. Qiz yigitlar rasti bo'ylaridagi pakar qasha tamlarda o'ltirib qahva ichishadi, paranglashadi. Memmi bir do'konga kirib bir istakan qiyniq choy va tatliq turum elib yo'l bo'yidagi bir tosh o'rindiqda o'ltirib nashti qildim. Issiq choy vujudimga tarab ruhlantirgandek bo'ldi. Yaqindagi bir cherkovning darvozasi oldida 3 qiz iskripka chelayotdi. Muzika maylimni tortgandek bo'lib to'pga yaqinlab bordim. Qizlar chiroyidan qaraganda sharqi osiyolik bo'lsa kerak. Skripkini enaklarga tirab berilib chanmoqda edi. Muzikaning ta'sirida qabri oldida turgan yosh cho'kanning shamolda lapildab turgan bosh yog'liqini, yiroq osmon burjidagi oq bulutga udil ketgan chig'ir yo'lni tasavvur qildim. Muzika oxirlashganda kishilar chavak chaldi. Qizlar kishilar orasini aralab varaqchi tarqat qila turdi. "Bak yaxshi chaldinglar", dedim oldimga kelgan bir qizga. "Sizlar o'quvchimi?" "Rahmat. Biz Oxford Universitetining o'quvchilari. Biz dam olgan vaqtlarda diniy targ'ibot olib boramiz", dedi qiz menga bir varaq qog'ozni berib. "Sizlar Jungodunmi?" deb so'radim men. "Men Koreyalik, av qiz Jungodun bo'ladi", dedi qiz. Qo'limdagi varaqiga qarasam, u xristian diniga oid vazla ekan. Tushkichi magazin va kitobxona aralab tushib bo'lganda Rosqa xo'sh deb London tomon yo'l oldim. Bir oydan keyin men Cambridge'da muqim turib Rosqa o'tadigan Uyg'ur tili darsimni boshladim.
Men Petiz William Muzeyining odaladagi bir tar ko'chaga joylashgan uyning 3-qavatida turdim. Men bu uyga ko'chib kirishdan burun qo'shnilarga mening ko'chib kirishim to'g'risida uchur berayotgan ekan. Amaliyotda Ross men kirgan shu uyning huddigiri bo'lib, ijaraga berish ijara haqqini yig'ish ishlarini ko'tira elib oradan foyda oladi ekan. Mendek notanish bir odamning tasodifiy ko'chib kirishining boshqalarning xotirjamligini buzmasligi uchun ularni vaqiflantirib qo'yish lozim ekan. Asliyalashimcha uyda 5 xona bo'lib, har birida birdan o'quvchi bor edi. O'ltirg'uchilar ayol aralashganmiz. Muncha va oshxona o'rtaq ishlatiladi. Qo'shnilarning mening kelishimdan xabari bo'lg'achqa meni ko'rganda ochiq yo'riq salom qilishdi. Ba'zida munchidan chiqqan qizlar chochlari ho'l holda koridorda menga do'qirishib qoladi-da, ozroq xijil bo'lgan holda o'zini chatga elib yo'l beradi. Ko'p hollarda boshqa yotoqlarda odam bor yo'qligini bilgili bo'lmaydi. Muhit to'limi timtos edi. Birovga birov putlashadigan, qashila qiladigan ishlar yuz berib boqmaydi. Ba'zi uylarning eshiklari etilmaydi. Shundaqdimi birasining nasi keraklarining yetib ketganligi to'g'risida bir shikoyat anglanmaydi. Rosmi yotiqiga pullarini tashlab qo'yib yuriyveradi. Munch kang bir eg'iz uy bo'lib, chinidek pokiz edi. Choch so'pillari va badan so'pillari bir chetda do'vi bo'lib turadi. Har kim o'ziningkini tepib ishlatadi. Rosning kash yetib keyin qopadigan odati bor ekan. U tuz ko'ngil, qo'li ochiq, do'stona, paranxumar yigit edi. Lekin uning biroz chechilangu, tartibsiz, o'rin taraflari bor edi. Men atigini maxsus kitob ko'rdim. Tushda tomoq etib yeb bo'lgandan keyin maktab ichini aylanib, kun tushdan qayrilganda Ross bilan ko'rishdim. Mana bu Ross bilan bo'lgan hamkorlikdagi doimiy bir tartib edi. Bundaq vaqtda Ross bayili qopib tomoq yeyotgan bo'ladi. Biz bir binoga bordik. Eshiklar o'quvchilik kartasini tonib avtomatik echiladi. Divan va yiziq ustallari saplangan bir zal bo'lib, ichida har xil ichimliklar tal edi. Ozoda, pokiz, tinch bu muhit ko'ngildagidek o'rganish uyi edi. Shu uyda tunji darsni boshladik. Men oldi bilan Rossqa Uyg'ur tilidagi 32 harfni hozirgi zamon Uyg'ur yoziqi bo'yicha yezib, yeniga xalqaro transkripsiya yoziqi bo'yicha harflarning o'qilishini qo'shdim. Ondan har bir harfni ayrim o'qib berdim. Ross menga agishib o'qidi. U boshqa harflarni talaffuz qilishda ancha qiynalib ketmasimi, q harflariga kelganda qiynalib ketadi. U bu harflarni bir hazam mashq qilib ko'rdi. Lekin talaffuzi tushmay qoldi. Ross qiynalib tarlab ketadi va darhol berib qog'oz istakanda ichimlik akilib ichadi. Biz tog'dan bog'dan parang qilib tanaffus qilardik. Men Rossga Uyg'urlar jamiyatida ko'p ishlatiladigan jumladan 10 ni o'rgatdim. Jumlalarni hozirgi zamon Uyg'ur yoziqi bilan yezib, ostiga uning o'qilishini lotin harfi bilan izohlab berdim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tinchlikmi? Qayerga borasiz? Men kutubxonaga boraman. Rossning talaffuzi meni kuldiradi. U jumlalardagi tovushlar va bo'g'imlarning munosabatini ayriolmay g'alit tovushlarni chiqaradi va qamlashtirolmay xuddi o'shini topmoqchi bo'lgandek kollasini silkib qo'yadi. Chashqonga qiyin mushukka o'yin degandek Rossning qiynalishi menga o'yindek bilinadi. Dars tugaganda Rossga boshdagi 16 harfni o'rganib kelishga va boya yezib bergan 10 jumlaning ma'nosini tushungan holda yodlab kelishga topshiriq berdim. Ross burun Tayvanga ingliz tilidan dars o'tkilib berib, Xanzu tili o'rganib boqqan ekan. U shu vaqtda o'rgangan bir necha ig'iz xanzuchisini mening oldimda ishlatib boqdi. "Meyga xanzuchi so'zlamsiz?" deb so'radim uningdan. "Yo'q. Men ikkimiz ingliz so'zlashimiz. Xanzuchi so'zlasam bak qiynalib, muhabbatning payzini yo'qotib qo'ydi ekanman", dedi. Men kulib ketdim va "Texch so'zlashib yurdingizmi? Muhabbat uchun so'zli kerakmi?"
deb so'radim chaqchaq qilib. Muhabbatda so'zvozlik muhim, so'z maqsadlarga yo'l ochadi, dedi Rosmo kulib. Til o'rganish muhim ish. Menmi inglizcha so'zlayman deb tilimni chaynab yuribotman-ku, dedim men Rosqa. Cho'ng bo'lganda til o'rganish haqiqatan tas, dedi Ros javoban. U menga ataqliq tilshunos va siyosiyun Noam Chomskyning til to'g'risidagi nazariyasidan ozroq so'zlab berdi. Chomskyning qarashicha odamning mengisida tabiiy bir til o'rganadigan rayon bo'lib, u irsiy bo'ladi va maxsus til iqtidoriga ega bo'ladi. Hayvonlarda undaq rayon bo'lmag'achqa ularda til o'rganadigan qobiliyat bo'lmaydi. Balalar asosan o'xshash bir quramda tili chiqib, ona tilda so'zlaydigan bo'ladi. Bu xuddi o'xshash bir mezgildan keyin tabiiy ravishda oyig'i chiqib mang'alaydigan bo'lgandek bir ish. Şoňa kişiler balalarning palani yoshga kelganda tili chiqadi, pokoni yoshga kelganda oyig'i chiqadi deb qonuniyatlashtirib tasvirlashni birdek qabul qilgan. Balalarda tabiiy til aqli bor bo'lg'ashqa, keyingi o'rganish muhiti birdek bo'lmagan ahvol ostidami, 4-5 yoshlarga kirganda hammasi degudek so'zlaydigan bo'lib ketadi. U xil iqtidor qurilmasini Chomsky til egilash qurilmasi deb atagan. Balalar o'zlarining yetilish mezgilidagi til muhitidan dastlabki omillarni tadrijiy qabul qilib, ul xarakterlik til iqtidorini shakllantiradi va o'zini sezmagan holda tilning umumiy alohidaligi universal grammatikani egallagan bo'ladi. Ular mushu grammatikalik iqtidor qurilmasi bo'yicha ona tili to'g'risidagi sistemalik grammatikalik bilimlarni hosil qiladi. Bu bilimlar mustahkam, aniq ijodiy kuchga ega bo'lib, vaqti kelganda 2-3 tillarni o'rganishning ilmiy asosiga aylanadi. Bu xil til iqtidori o'rganishdan emas, paydam-pay odatlanishdan kelgashga, kishida besim va zo'rlanish tuyg'usi paydo qilmaydi. Agar balalar birinchi tilni 10-12 yoshgacha o'rganmay keyinga qoldirsa, u tilni mukammal ishlatish iqtidorini hozirlash fursatidan mahrum bo'lgan bo'ladi. Rosning tushuntirishlarini anglab, til o'rganish to'g'risidagi mundoq bir fikr kallamda chaqnadi. Zo'rlab o'rgangan til faqat yeziq holatidagi inkas darajasida turib qolib, turmush va madaniyatni his qildirolmaydi. Turmush ichida yetildirilgan til bir odamning xos tafakkuriga aylana oladi. Rosqa beriladigan Uyg'ur tili kuniga 2 soatdan davom qildi. Bara-bara Ros bilan bevosita uchrashganda yoki telefonda ko'rishganda Uyg'ur tilida tinchlik so'rashni odat qilib oldik. Ros ba'zi so'zlarni o'ylab deguncha men saqlab turatdim va uning utuqlarini tepib muayyanlashtirib ilhom berib turatdim. Uyg'ur turmushida eng ko'p qo'llaniladigan tog' so'zlarni tizib elib Rosqa bir-birlab o'rgatdim va uning inglizcha ma'nosini izohlab berdim. Masalan, rahmat, tamoq, non, ayol, so'g'uq, issiq, do'st, yoz, qish, uxlash, kun deganlardek. Ondan u so'zlarning turmushdagi ishlatilishini turlab turib jumla tuzib, u jumlalarni yodlatqizdim. Keyincha Rosmo Uyg'ur tili o'rganishda tashabbuskor o'ringa o'tdi. U inglizcha so'zliklarni aytib, uni Uyg'urcha qandoq deydiganligini so'raydigan bo'ldi. Uningda kishilik turmushdagi hissiyotni izhor qiladigan so'zlar bor edi. Shundoq qilib Ros 2 oy ichida bir Uyg'ur bilan uchrashib qolsa, o'zini Uyg'ur tilida tonishtira oladigan, Uyg'ur jamiyatiga bo'lgan intilishlarni bir amallar bilan bildira oladigan holatga keldi. Rosqa Uyg'ur tili o'rgatgan vaqtlarim eng ko'ngillik va ma'nilik chog'larim edi. Ajdodlarim necha ming yil mobaynidagi tarix davonlaridan omon eson hol qitib qo'limga tutqizgan ona tilimning chirig'ini Angliyaning dongliq bir universitetidagi bir doktor o'quvchisining qalbxonasiga akirib yondirg'unim uchun o'zimni ta'laylik his qildim. Ona tilning chirig'i oldi bilan qalbni yenishi kerak. Qalbda yongan chiroq har qanday ijtimoiy bo'ron chapqundimi o'chmaydi. Ichida tafakkur qilib turgan odamning qalbidagi ona til chirig'i texmi nurliq bo'ladi.
Qalbida chirig'i bor odamlar chirog' yo'q yerlardimi tamtiramay mangalaydi va talay chirog'siz uyga chirog' yoqalaydi. Qalbida chirig'i yo'q odamlar ko'p kunduzdimi o'zining qayerga ketayotganligini anqiranmaydi. Qandaqlı bo'lmasin, nurg'un chirog' ko'zlarni qamashtirib yenib turgan Cambridge universitetining bir uyida men Uyg'ur tilining chirig'ini g'ilpal yondirgan bo'ldim. Chambarni yumaloq qilib sizanmagan Akiyo avlodlarim yumaloq sizadigan bo'ladi deb o'ziga tasalli bergan ekan. Menmu ona tilining chirig'ini dunyodagi dongliq ilm markazlarida avlodlarim nurliq qilib yondiradi deb tasalli tepishim kerakmidi? Siz Cambridge'de Uyghur tilidan ders ötken tuncu Uyg'ur bo'lib qoldingiz, dedi Edmond bir kuni menga. Mubolag'a qilib shundoq desa bo'ladi, dedim men javoban. Lekin bu o'zimni hamoqatlarcha xushal qilishdan boshqa narsa emas. Rost deyapman, dedi Edmond. Siz Cambridge'de Uyg'ur tilidan ders ötken oxirgi Uyg'ur bo'lib qolmasingizlar asga elishga arziydi. Lekin siz oxirgisi bo'lib qolsangiz darvaqat tilga elishga arzimaydigan ish bo'ladi. Cambridge universitetida Mo'ng'ollar, qozoqlar va o'zbeklarni tadqiq qiladigan Markaziy Osiyo munbiri bor. Bu munbarda sizlar bo'lsanglarmi bo'ladi-ku? Edmondning gapi meni o'ylantirib qo'ydi. Qahramonga maydon, maydonga qahramon bo'lmasa bekor. Biroq bu ikkisidan qaysisi birlamchi? Qahramonmi o'ziga munosib keladigan maydonga bir kundalik erishmaydi-ku? Masala maydon izlashda. Cambridge universitetining Markaziy Osiyo munbirining raisi professor Sid Harisakisina menga nisbatan akademik ulgi bo'la oladigan yigit edi. Odatda uni Montu deb chaqirishar ekan. U 1971-yili Hindistonda tug'ilib, o'rta maktab va oliy maktablarni Amerikada tamomlagan ekan. U fizikani nuqtaliq kasb qilib tutish bilan birga islom tarixini o'rganibdi. Doktorlik va doktor ashtilikni Angliya va Gollandiyalarda tugatibdi. U fizik sohasi, kuchli ta'sirlashma elektron darajadan tashqari tok o'tkazishchanlik va magnetizm qatorliq sohalarda tadqiqot qiladi ekan. U xalqarada oldingi qatorda turadigan fizika olimi bo'lish sifati bilan islom tarixi, insonshunoslik tarixi, O'rta Osiyo jamiyatiga aloqador tadqiqotlarni qilib, Olmutta, Astana, Qashqa va Afg'onistonning ba'zi yerlariga tekshirish bilan bog'in ekan. Uning ilm izdigan qadami Eron, Misrlarga tutashgan ekan. U O'rta Osiyo va Mo'ng'oliya tadqiqotiga doir ko'plagan ilmiy jamiyatning maslahatchisi ekan. Demak, Montoning vujudida tabiiy palla bilan ijtimoiy palla, qetirqinib tadqiq qilish bilan ijtimoiy faoliyatchanlik birlashib ketgan bo'lib, uning oyig'i yer sharining sharqiy va g'arbiy yerimining iqlimlarida iz qoldirgan edi. Mana bu mening nazarimdagi dunyoviy puhra edi. Hozirgi havas va istaklarim Montoning ilmiy obrazida to'liq aks etgan edi. Shunga uningga havasim keladi. U meni Cambridge universitetiga taklif qilgan bosh sohibxona bo'lish sifati bilan qalbimda tashakkurona hissiyot uyg'otqishga, Montoga nisbatan menda illiq tuyg'u yetilib bo'lgan. Lekin men uning bu qadar yosh va kichik fe'il ekanligini o'ylab boqmagan ekanman. U ilm so'rinlarida xushchaqchaq, oyig'i yengil salobatda hammaga yetishadi.
Uningga qarab ilmda kamolat topaman degan odam erkin tanlash fursati beradigan muhitni izlab tepishni bilishi kerakkan deb o'yladim. Montu o'zining munbirini oxiri topgan edi. Rosqa Uyg'ur tili o'rgatish davomida ingliz tilidagi ig'izcham tez yuksaldi. Rus bilan falsafa, adabiyot, dunyo vaziyati to'g'risida keng kushada paranglashdik. Meni Rosning so'ygini May bir necha qitim tamoqqa chaqirib oldi. U meni shubhilanmay yesun deb dengiz mahsulotlaridan taom tayyorlaydi. Uning dasturxonida Rosning boshqa do'stlari bilan tanishib qoldik. Ular meni tamoqqa chaqirishdi. Ular mendan nima yeydiganligimni so'rab elib, xohishimni hurmat qilgan holda kutatdi. U balalar tuz ko'ngil, mungdashqoq va do'stona edi. Yordam talab qilsam qizg'inlik bilan bajo keltirishadi. Rus bugungi madaniyat tanqidchilaridan Frederik Jamesonni, faylosoflardan Slavoj Zizekni alohida yaxshi ko'radi. Yotiqida bularning kitoblarini ativolab saqlaydi. Gaplarda ularning so'zlaridan naql oladi. Men Rosning tavsiyasi bilan Zizekning London universitetidagi bir qitimliq leksiyasini anglagan edim. Yüzlerini sakal besip ketken Zizek maykichan halda leksiyasini başlaganda anlag'uvchilar uning rahat, ixtiyoriy sahna obrazidan so'yinib kulib ketishdi. U xuddi qo'li qichishadigan odamdek yeli burnini silab, yeli maykisini chimdab tatib, yeli mo'risini qashlab tez-tez so'zlaydi. Sloveniyalik bu faylasufning inglizchisida rus talaffuz kuchlikdek bilindi. Tushunamagan joylarni Rus menga oddiy qilib tushuntirib qo'ydi. Rusning deb berishcha Zizek Yevropa va Amerikadagi 11 universitetning takliflik professori bo'lib, jahon gezib leksiya so'zlaydi ekan. Mening nazarimda Zizekmi dunyo puhrasi edi. Rus yana taqqa chiqish havaskori edi. U dunyodagi xatarlik haybat qorliq tog'larning suratlarini yig'ib ulardan zo'q oladi ekan. Bir qitimliq haftalik dam olishda May bilan ikkisi Gollandiyaga berib tog'larni aralab tog' jirolarida tunab dam olib kelishdi. Rus dunyodagi tog' manzaralarini suratdan ko'ribla qayer ekanligini bilib olaydi. U xatarlik ishlarga tavakkul qilish havasiga ega sog'lom qovul yigit edi. Rus bilan May go'yo nikohliq ayollardek chiqishib ketgan edi. Men Mayning tavsiyasi bilan Angliya yozuvchisi George Orwellni boshqadan tonidim. C.A. Bailey'ning hozirgi zamon dunyosining borliq kelishi degan kitobini ko'rib chiqdim. Rus meni zerikib qolmasin deb Cambridge universitetidagi madaniyat faoliyatlariga apparatdi. O'quvchilar bilan tamoq yeb beqing deb maktab oshxonasiga ep chiqib saboqdoshlari bilan o'rtoqlashtiradi. O'zining vaqti yetmasa meni saboqdoshlariga topshirib qo'yadi. Fransuz qiz Sonia, shotlandiyalik qiz Keysila bilan choy ichgach paranglarga daxil bo'ldim. Rus meni yana Cambridge kanalida qo'lboq saylisi qildirdi. Rus o'z o'qishining tartibi bo'yicha 1 yillik jamiyat tekshirishni planladi. U menga Uyg'urcha o'rganish bilan xanzuvchinimi o'rgangisi borligini aytib, buningga qaysi maktabning muvofiq keladiganligini so'radi. Men uningga Xinjiang universitetini tavsiya qildim va Urumchining ijtimoiy insonshunoslik qatlamini tushuntirdim. Rus tavsiyamni qabul qildi va 2007-yili 8-oyda Urumchiga yo'l oldi. Men 9-oyning oxirlarida Angliyadan vatanga qaytdim. Rus bilan vatandagi muloqotlarimiz boshlandi. Rus hafta oxirlarida tog' dalalarga chiqib ketadi. U tabiat va jamiyatimiz haqidagi ko'rgan bilganlardan menga so'zlab beradi. Niyoz Kerim To'pa otaning yer nomlari to'g'risidagi kitobini menga ko'rsatib, u kitobning qimmatini yuqori baholaydi. U kitobda qayd qilingan yer nomlari va ko'cha nomlarini editlab, Urumchining koni ko'chalarini aralab chiqdi va uni hozirgi xarita bilan selishtirib xotira yozdi. Rus bara-bara Urumchidagi odamiyat muhitimizdan qaqshaydigan va ranjiydigan bo'lib ketdi. U do'nko'rik va buloq beshi taraflarda 4 qitim yon fonini o'g'riga berdi.
U bu haqda menga shikoyat qilganda men Londonda bir qitim yomg'irliqimni o'g'riga berganligimni askartdim va o'zingga puxta bo'lmasang hamiyada o'g'ri bor dedim. U bizning jamoat qatlamimizning odamiyat safosidan rozi bo'lmadi. Bir qitim u mundoq bir ishni yuzimga soldi. U Uyg'urcha o'rganaman deb sharoit izlab yursa, bir Uyg'ur o'qituvchi bu tilni o'rganib qayerda ishlatalaytding, uning o'rniga xanzucha o'rgan debdi. U javoban sen o'zingga qiziqmasangmi, sanga men qiziqaman debdi. Men Rosning gapiga xalqning nenini yeb g'emini yemaydigan odamlar bizda oz emas deb javob berib gapni pam bilan yo'tkib oldim. Ros ishlarini tugitib Angliyaga ketdi. U doktorlik dissertatsiyasini yozish jarayonida duch kelgan masalalarni tor orqali mendan so'rab turdi. U hozir o'qishini natijalik tamomlab bo'ldi. Vaqti yetganda el-xat orqali mendan hol so'rab turdi. Xuddi Cambridge'dagi turmushim Ros bilan bog'lanib ketgandek, Cambridge universitetidagi ruhiy kechirmishlarimni Rosdan mustasno holda aslayolmayman. Cambridge universitetidan bir kashqurun xo'shlashgan edim. Shu vaqtdagi hissiyotimda afsus, ko'zi qiymaslik, mahrum bo'lish kabi murakkab ruhiy holat bor edi. Bu hol tabiiy holda bir chaqlarda o'qigan Jungo shoiri Xu Jimoning Xayr xo'sh Cambridge degan she'rini yodimga soldi. 1920-yili Xu Jimo Cambridge universitetidagi faylasuf Bertrand Russellga ixlos qilganidan Amerikaning Kolumbiya universitetidagi doktorlik o'qishni tashlab, uning o'quvchisi bo'lish uchun Angliyaga borgan ekan. Afsuski Cambridge universitetining Terinti yuksak oqilida ishlavatgan Russell ayni vaqtdagi Yevropa urushida tinchlikni targ'ib qilganligi uchun maktabdan iste'fo berishga majbur bo'lgan ekan. Natijada Xu Jimoning Cambridge universitetining rasmiy o'quvchisi bo'lish orzusi ishga oshmay bir yildak yondan dars anglab qaytib ketgan ekan. Xu Jimoning mahrumiyat tuyg'usi meningki bilan asosan o'xshab ketgachga uning she'rini tarjima qilish orqali hissiyotimni bildiray dedim. Xayr xo'sh Cambridge. Kirib kelgan edim men jimjit. Yana jimjit uzab mangdim men. Ufuqdagi rangdor bulutqa qo'llarimni pulanglatdim men. Sahildeki aşo zergün tal, şapaktiki kelinçek goya, dolqundaki nefs sayile, titrer dilde kılgandek haya. Lay tupraqda ösken yeşilleş, çayqılıdı su'nun astıda, Su'nun meyin dolquni ara, turg'um keldi bo'lib bir giyah. Bir buloq bor daraxt ostida, ne buloq ki Hasan Husan u, o'tla ara bo'ldi sakpora, bir tush kabi barbod bo'ldi u. Tush izdisang tirab xodini, Kir o'tlarning xilvat yeriga, yulduzlarga to'lsin kimang, va naqshangni chiqar avjiga. Aytolmadim, lekin un qo'yib, bo'ldi sukut hijronning neyi. Hasharotlar tindi men uchun, jimib ketdi Cambridge ayni. Kirib kelgan edim men asta, yana uzab chiqdim tevissiz. Yanglarimni qo'ydim men shiltib, qaytay dedim hatto bulutsiz. Su'ning mayin to'lqini ara, turg'um keldi bo'lib bir giyoh.